Assalomu alaykum. Kechagi kuni jahonda sodir bo'lgan muhim hodisalar haqida kundalik xabarnomamizda. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp yakshanba kungi bayonotida Eronning yangi rahbarlari juda oqilona ekanligini aytdi. O'ylaymanki, biz ular bilan kelishuvga erishamiz. Bunga juda aminman, lekin erisha olmasligimiz ham mumkin, dedi Tramp Air Force One bortida. Uning aytishicha, oldingi o'ldirilgan rahbarlardan keyin u Tehronda rejim o'zgarishiga allaqachon erishilgan deb hisoblaydi. Biroq ularning o'rnini bosganlar oqilona ko'rinayotganini 2 marta ta'kidladi. Pokiston tashqi ishlar vaziri Ishoq Dar Islomobodda AQSh-Eron o'rtasidagi ehtimoliy muzokaralar bo'lishini aytdi. Pokiston yaqin kunlarda ikki tomon o'rtasida davom etayotgan mojaroni har tomonlama va barqaror hal qilish uchun mazmunli muzokaralarga mezbonlik qilish va ularga ko'maklashishdan sharaflanadi, dedi u. Ammo AQSh va Eron unda ishtirok etishga rozi bo'lgani aniq emas. Avvalroq AQSh mintaqaga USS Tripoli harbiy kemasida 3,5 mingga yaqin harbiy yetib borganini ma'lum qilgandi. Ommaviy axborot vositalari Pentagon Eronda bir necha hafta davom etishi mumkin bo'lgan quruqlikdagi operatsiyalarga tayyorgarlik ko'rayotgani haqida yozgan. Shu bilan birga Tramp bu operatsiyani ma'qullamasligi hozircha aniq emas. Eron parlamenti spikeri Muhammad Boqir G'olibov esa agar AQSh askarlari joylashtirilsa, Tehron javob qaytarishga tayyorligini aytdi. Eron qo'shini Amerika askarlari tuprog'imizga qadam qo'yishni va ularning ustiga olov yog'dirishni kutib turibdi, degan G'olibov. U Eron taslim bo'lishini istisno qildi va Tehronning pozitsiyasi aniqligi hamda mamlakat kamsitishlarni qabul qilmasligini bildirdi. Isroil esa Washington va Tehron o'rtasidagi har qanday ehtimoliy muzokaralar oldidan Eronga qarshi hujumlarni kamaytirish niyati yo'qligini va zarbalar berishda davom etishini aytdi. Xususan, Isroil harbiylari yakshanba oqshomigacha bo'lgan 24 soat ichida Eronning markaziy va g'arbiy qismlariga, jumladan Tehronga 140 dan ortiq havo zarbalari bergan. Hujumlarda ballistik raketalarni uchirish maydonchalari va saqlash omborlari nishonga olingan. Eron davlat ommaviy axborot vositalari zarbalar Mehrobod aeroporti va shimoliy Tabriz shahridagi neft kimyo zavodiga tekkanini xabar qildi. Isroilning Bersheba shahri yaqinidagi kimyo zavodiga Erondan borgan ko'p sonli zarbalardan biri tekkan. Shu bilan birga shanba kuni Yamandagi Eron bilan ittifoqchi bo'lgan Husiylar ham mojaroga qo'shildi. Ular Isroilga birinchi hujumlarni uyushtirgan. Isroil rasmiylari yakshanba kuni Yamandan uchirilgan 2 dronni urib tushirganini ma'lum qildi. AQSh prezidenti Donald Trampning agressiv deportatsiya harakatlari, Erondagi urush va boshqa siyosatlarni qoralovchi millionlab odamlar shanba kuni mamlakat bo'ylab namoyishlarga chiqdi. New York, Dallas, Filadelfiya va Washingtonda yirik mitinglar bo'lib o'tdi. Tashkilotchilarning so'zlariga ko'ra, No Kings tadbirlarining 3 dan 2 qismi yirik shaharlardan tashqarida sodir bo'lgan. Trampning noqonuniy immigratsiyaga qarshi keskin kurashi o'choqlaridan biri Minnesotada ommaviy miting bo'lgan. Trampning ashaddiy tanqidchisi Bernie Sanders ishtirokchilarga murojaat qilib, "Biz bu mamlakatning avtoritarizm yoki oligarxiyaga aylanib qolishiga yo'l qo'ymaymiz", dedi. New Yorkda esa 10 minglab olomon Manhattan markazini to'ldirdi. Tashkilotchilardan biri aktyor Robert De Niro Tramp kecha bo'lgan hech bir prezident amerikaliklar erkinliklari va xavfsizligiga bunchayin xavf tug'dirmaganini aytdi. Washingtondagi milliy xiyobonda ham olomon Trampga qarshi plakatlarni ko'tardi. Kaliforniyadagi namoyishchilardan biri Tramp qilayotgan ishning hammasi oddiy amerikaliklardan olib o'zini boyitishdir, dedi. AQSh Kongressi tarkibini belgilab beradigan noyabr oyidagi oraliq saylovlar yaqinlashyapti. Respublikachilar kuchli bo'lgan shtatlarda Trampga qarshi namoyishchilar soni keskin ortyapti. Reuters Ipsos so'roviga ko'ra, Trampning reytingi 36% ga tushib ketgan. Bu uning Oq uyga qaytgandan beri eng past ko'rsatkich. Rossiya tankeri Kubaga xom neft yetkazib berishni boshladi. Bu bilan AQSh ma'muriyatining Karib havzasidagi orol davlatga nisbatan davom etayotgan blokadasi buzildi. Taxminan 730 ming barrel xom neft tashiyotgan tanker seshanba kunigacha Matansas terminaliga to'xtashi kutilmoqda. Bu Kuba uchun muhim energiya ta'minotini bir necha haftaga kafolatlaydi. New York Times xabariga ko'ra, AQSh sohil xavfsizlik xizmatining mintaqada Rossiya tankerini to'xtatib qolishi mumkin bo'lgan 2 kateri bor edi. Biroq Tramp ma'muriyati kemani to'xtatish haqidagi buyruqni bermadi. Oq uy nima uchun tankerni to'sib qo'yish haqida buyruq bermagani yoki Rossiya neftining orol davlatga yetib borishiga ruxsat berish haqida hech qanday tushuntirish bermagan. AQSh ma'muriyati yanvar oyida Kubaga yoqilg'i yuborayotgan davlatlarga tahdid qilib, amalda neft blokadasini o'rnatgan edi. Tramp
Kubani qo'lga olishga ishonishini aytgan edi. Eron urushidan keyin orolga harbiy kuch bilan zarba berishi mumkinligiga ishora qilyapti. AQSh davlat kotibi Marko Rubio ham Oq uy Kubada yangi rahbarlarni ko'rishni istayotganini aytdi. Kuba rasmiylari hozirgi blokada sharoitida o'z pozitsiyalarida qat'iy turib, orol davlat o'zini himoya qilishga tayyorligini aytyapti. Shanba kuni Saudiya Arabistonidagi Prins Sultan aviabazasiga qilingan Eron hujumlarida AQShning I-3 Sentry rusumli radiolokatsion aniqlash va boshqaruvchi samolyoti yo'q qilindi. Tarqalgan suratlarda samolyotning ikki bo'lakka bo'linib ketgani ko'rinadi. Agence France Press va BBC sun'iy yo'ldosh tasvirlari asosida bu voqeani tasdiqladi. Samolyotning dumidagi raqami orqali tekshirilganda, u oxirgi marta 18-mart kuni baza yaqinida parvoz qilgani aniqlangan. Shuningdek, juma kungi sun'iy yo'ldosh tasvirlari bazada yong'in izlari borligini ko'rsatgan. O'sha hujum natijasida AQShning 12 nafar harbiysi ham yaralangan. Bu samolyotdan tashqari AQShning kamida yana 2 yonilg'i quyish samolyoti ham zarar ko'rgan. Boeing Y-3 Sentry'ning taxminiy bahosi $500 million. U havodagi janglarni boshqarish va uzoq masofadagi nishonlarni kuzatish uchun mo'ljallangan o'ta muhim uchar qo'mondonlik punktidir. AQSh markaziy qo'mondonligi hozircha holat bo'yicha rasmiy bayonot bermadi. Finlyandiya yakshanba kuni mamlakat janubi sharqida dronlar uning hududiy daxlsizligini buzgani haqida xabar berdi. Finlyandiya bosh vaziri Petteri Orponing aytishicha, yo'ldan adashgan dronlar Ukrainaning Rossiya nishonlariga bergan zarbalari bilan bog'liq ko'rinadi. Finlyandiya o'zining hududiy suvlariga yaqinlashgan uchuvchi obyektlarni aniqlash uchun FA-18 Hornet qiruvchi samolyotlarini yubordi. Ulardan biri Ukrainaning An-96 droni ekanligi aniqlangan. Uchuvchi qo'shimcha talafotlarning oldini olish maqsadida o't ochmagan. Ikkala dron ham Finlyandiya sharqidagi Kouvola shahriga qulagan. Qo'shni davlatlar Estoniya, Latviya va Litva o'tgan haftada Rossiya nefti eksporti obyektlariga qilingan hujumlar paytida yo'ldan adashgan bir necha Ukraina dronlari ularning hududiga qulaganini ma'lum qilgan edi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu yakshanba kuni harbiylarga Livanning janubidagi hududlarini bosib olishni kengaytirishni buyurdi. Isroil shimoldagi vaziyatni tubdan o'zgartirishga qat'iy qaror qilgan, dedi Netanyahu. U Livandagi harbiy operatsiyalar davom etishini aytib, Isroil kuchlari o'z maqsadlariga erishilgunga qadar kuch ishlatgan holda harakat qilishni qo'shimcha qildi. Isroil armiyasi 2-mart kuni Hizbulloh urushga qo'shilgach, Livanga shiddatli havo zarbalari beryapti va janubiy Livanga quruqlikdan hujum boshlagan. AQSh va Isroil 28-fevral kuni Eronga qarshi havo hujumini boshlagandan beri mintaqa shay holatda turibdi. Bu hujum hozirgacha minglab insonlarning o'limiga sabab bo'ldi. Buguncha sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shu. Ko'rishguncha.